Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Здравствуйте, дорогие подписчики. Mana bu 3 ta uzum buqalarim. Bitta kilosini o'chirdilaringlar qani? Qancha chiqadi kommentariyaga yozasizlar-da. Mana bular simentallar 1,5 yoshar bo'lgan. Bu kichkinasi yanvarga 15-ida 1 yoshar bo'ldi. Bu yerga kattasi bor simentalni dekabrga 1 yosh bo'ldi. Mana buni yaqinda oldim. Bu 1 yoshi 1 oymi shunday bo'lganda. Shularni bitta kommentariyaga yozinglar qani, kilosi qancha? Va mana shu qora necha pulga arziydi? Keyin simentallarni qaysi toza? Bu kattasi, bunisi kichkinasi. O'z fikrlaringizni kommentariyaga qoldiringlar do'stlar. Qiziq menga fikrlaringiz. Kilosi qancha?